100 yıllık marafon. Abdori Michael Pillsbury. Xitayning Amerikaning o'rniga dunyoviy hukmron bo'lishdiki maxfiy strategiyasi. 11-bob. Urushqoq bagliklar davlati sifatidagi Amerika. Danqanning ostidan o'tinni elivitish. 36 tadbirdan. 3-qism. 11-qadam. Demokratiya islohotchilarini qo'llash. Soğuq urush mezgildagi Amerika strategiyasining ko'pinchisi eng kamida kunimiz uchun muhim hisoblanmaydi. Yangi soğuq urush chaqiriqi Xitoy qattiq qo'llar tarafidan keladigan bo'lib, ular Amerikadan keladigan tahdidni mubolag'a qilib etishga moyil. Jahonda dunyoviy ideologiya ko'rishi deydigan narsa mavjud emas. Shundaqla kengayotgan imperiyani cheklashning, ya'ni Xitoyga qarshi turishda Shimoliy Atlantik ahdi tashkilotiga o'xshash ittifoqdan birini shakllantirishning hojati yo'q. Biroq so'g'uq urushdan olgan saboqlarimizdan biri Amerika diqqat qilishi kerak bo'lgan nuqtalardan biri shuki, Amerika Xitoydagi demokratik gruppalarni va xalqning qo'llashini asli keltirishi kerak. Xitoyning yangi so'g'uq urush jihatdagi andishisi Amerikaliklarning ideyasining kuchidan foydalanib, Sovet ittifoqini ichki jihatdan mollaq atqizgan so'g'uq munosabatlar urushi davridagi planini qayta o'ttirg'a chiqarishdir. Ko'pchilik Xitoy qattiq qo'llari Sovet ittifoqiga qarshi planning 1947-yili harakatga o'tib bo'lganidek, Xitoy demokratiyasini ag'dirdigan bu plan allaqachon harakatga o'tib bo'ldi deb qaraydi. Kam deganda Xitoycha chiqqan 2 kitobda bu planga Markaziy axborot idorasining yetakchilik qiladiganligi bayon qilingan. Sobiq davlat mudofaa ministri Robert Gates 1975-yildagi Helsinki kelishimi Sovet ittifoqidagi demokratik guruhlarni g'idiqlab, so'g'uq urushda utib chiqishimizda ochqushliq rol o'ynadi deb ko'rsatgan. Qaramoqqa uning ko'z qarashini Xitoy qattiq qo'llari to'g'ri ko'rganda qiladi. Xitoy qattiq qo'llari doimla Amerikaning oson g'idiqlanadigan xalq ichidagi Xitoy sarxillarni demokratik ko'p partiyalik saylamga va erkin bozor sistemasiga kuch kiritadigan planidan birini ijro qilishga kirishib bo'lganlik to'g'riliq o'z andishlarini bayon qilishidi. 2013-yili oktabrda Xitoy qattiq qo'llari Amerika bir partiyalik tuzumga xotim berdigan Gorbachevga o'xshash rahbardan birini izdavatidi degandan iborat boshqa bir qo'rqinishni oshkorlab qo'ydi. Xitoy qattiq qo'llarining Xitoy liderlariga ishonmasligi 2013-yil oktabrda tarqatilgan jimjit musobaqa deb atalgan 90 minutlik videodagi intonatsiyalardan bilinib qolgan. Xitoy qattiq qo'llari xalq ichidagi sarxillarning Xitoyda ko'p partiyalik hokimiyatning va demokratiyaning mavjud bo'lishini orzu qiladigan g'arb rahbarlarining ta'siriga uchrab ketishidan qo'rqidi. Xitoy generali Lo Yuan to'r ziyoratlaridan birida Amerika Markaziy axborot idorasining Xitoy harbiy axborot sohasini kuzatadigan, ondan bu sohadan qattiq qo'llarni ayirib chiqadigan, ularning ism tizimligi Xitoydagi nopozliq xalq sarxillarining diqqatini tortadigan, natijada bu qattiq qo'llarning darajasi tushirib etiladigan yoki boshqa shaklda jazolanadigan bir planini bayon qilgan. Bu ziyoratda Lo 3 misolni bayon qilgan bo'lib, u hatto bu planning yurgizilishidan xushal bo'lg'uchilar qatorida mening ismimni tilga ilib o'tgan.
Оның менің ismimni tilga elishi meni qiziqtirmaydi. Biroq u tilga olgandagidek plan asla mavjud emas. Haqiqat shuki, Amerika yoki G'arb Xitoy Kompartiyasini ag'dirish uchun planliq harakat qilgan ahvol mavjud emas. Xitoydagi demokratiyani qo'llash uchun har yil sarf qilingan pul 50 million dollarga yetmaydi. Amerika hukumati ba'zi fuqaroviy jamiyat programmalarini mablag' bilan ta'minlayotgan bo'lsa-mu, ammo bu CIAning xufiyona harakat emas. Shundaqla bu programmalarning ko'lami Xitoy Kompartiyasini ag'dirish uchun zarur bo'lgan darajadan kichik. Bu xil programmadan kam deganda 6 bor. Bular so'g'uq urushi mezgilida boshlangan, shundaqla Amerika hukumatining mablag'i ostida AFA-CIO savdogarlar uyushmasi va Amerikadagi asosliq ikki siyosiy partiya qatorliq turli tashkilotlar tarafidan ijro qilingan. Mazkur programmalar orqali Xitoyning ichidagi tashkilotlarga, shundaqla chet eldagi tashkilotlarga iqtisodiy yordam berilgan. Amerika Davlat ishlari mahkamasi Xitoydagi qonun orqali idora qilishni ilgari surib, fuqaroviy jamiyatni rivojlantirish uchun jinoiy ishlar qonunini isloh qilish, qonuniy kesim sistemasini yaxshilash, saylangan yezi amaldorlarini tarbiyalash va sotchining mustaqilligini kapolatga ega qilish qatorliq jihatlarda qonuniy va texnikalik yordam bilan ta'minlashni o'z ichiga olgan texmi ko'p projekt tepib chiqishi kerak. Saylamni nazorat qilishni qo'llash, yerlik saylam qoidalarini tuzish jihatda texnikalik yordam berish va xomchot va hukumat qarorlarini nazorat qilish ahvolini yaxshilash uchun texmi ko'p mablag' ajratilishi kerak. Shundaqla biz yana hukumat mustaqil tashkilotlarning iqtidorini kuchaytiradigan projektlarga muhtoj. Amerika Xitoyda demokratiyani kuchlantirish bilan birga yana Xitoy cho'qim iqtisodini sirtqa echivtidi deb qarab o'ltirmay, erkin bozor islohotiga jiddiy muomala qilish kerak. Masalan, Amerika Davlat Majlisi, Davlatlik Demokratiya iyoni fondi va xalqaro xususiy korxonalar markazi orqali Beyjingdagi qo'sh taraflik mablag' kelishimini targ'ib qiladigan Unirol iqtisod tadqiqot o'rnini yo'layotidi. Bu, ya'ni qo'sh taraflik kelishim Xitoyning Huawei qatorliq boshlamchi korxonalarini o'z ichiga olgan davlat egidorchiligidagi korxonalarning afzalligini tuvallatadi. Xitoydagi g'ayri hukumat xarakterlik tashkilotlar va Amerika mablag' bilan ta'minlaydigan projektlar yana birdak diqqat nazarini Xitoydagi nomuvofiq ishchi ishlatish masalasiga qaratdi. Amerika hukumati Xitoyning ichki bas munozirlariga qarta izchil passiv bo'lib kelgan yoki bexabar qolganmi emas. 1980-yillarda Amerika davlat sekretari George Shultz Xitoyning yadro qurollarini kengaytirish jihatda xalqaroliq o'lchamga rioya qilishi kerakligida ching turgan edi. Amerika Beyjingning yadro qurollarini kengaytmaslik kelishimi imzolashni xohlamasligiga qarta bu masalani hal qilishda asqatdi deb qaralgan. Tashkilotlarni qurishga yordam qilgan va shaxslarni tarbiyalagan edi. Palata a'zosi Joseph Biden Xitoyni shiddat bilan davlatlar orasidagi vahshiy pilga aylanayotgan davlat deb tasvirlagan. Shundaqla, agar Xitoy yadro qurollarini kengaytmaslik haqidagi siyosati va amaliyatini o'zgartmasa, uning tijoratdagi eng manfaatdor davlatlik imtiyozni bekor qilishni tashabbus qilgan edi.
Amerika hökumətinin almashtırış programmaları Xitayning hərbi hazırlığını kontrol qilish sohasidagi iqtidor qurilishini qolaylaştırış üçün MacArthur fondi və Ford fondi degəndək qeyri-hökumət xarakterlik xususi təşkilatlar bilan birlikdə məbləğ topladı. Chet elliklərning besimi və məbləği turtkisida Xitoydagi şirkatlarning cheklangan texnikalarni eksport qilishni nazorat qiladigan va to'sadigan tunji eksportni kontrol qilish sistemasi barpo qilindi. Halbuki yaqinqi mezgillarda Amerika bu jihatda pasipalga tushib qoldi. Xi Jinpingning huquqni qapasga solash degan so'zi Xitoyda asosiy qonunga rioya qilish jihatda umidga to'lgan g'ulg'ulga sabab bo'ldi. 72 akademik qonun professori Zhang Jianfan tuzgan murojaatnomaga imzo qo'ydi. Zhang Jianfan murojaatnomada Xitoy asosiy qonunida har qanday tashkilot yoki shaxs asosiy qonun va boshqa qonunlardan ustun imtiyozdan bahramand bo'lsa bo'lmaydi deyilganligini o'ttirib qo'ygan. Mushu bir jumla qonun ijro qilingan taqdirdami Xitoy Kompartiyasining navbatdagi mustabid hukmronligi zo'r darajada cheklamaga uchragan bo'ladi. Xi Jinping Xitoyning navbatdagi asosiy qonuniy yo'lga qo'yilganligining 30 yilligiga atab, asosiy qonun fuqarolarning o'z haq huquqini qo'g'daydigan qonuniy quroli bo'lishi kerak deganda bu xil umidvor g'ulg'ula yana davomlashdi. New York vaqt gezitining 2013-yili 2-oyning 23-kunidagi Xitoyni partiya bilan hukumat organlarini ayirishga va cho'nqur bozor islohotiga chaqiriq qilgan xabarda Xi Jinpingning asosiy qonunni ijro qilishni ta'kidlagan so'zini o'z ichiga olgan yaqinqi bir qator so'zlari Xitoyda o'zgarish hosil qilishga intiladigan kishilarga umid ato qildi deyilgan. Bu Beyjingdagi qattiq qo'llar qo'rqadigan tiptik xabarlardandir. Bu muddani ro'yobga chiqarish uchun Amerika tomoshabin emas, ishtirokchi bo'lish kerak edi. 12-chi qadam. Xitoy qattiq qo'llari bilan islohotchilar orasidagi munozirni nazorat qilish va uningga ta'sir ko'rsatish. Növbətdə Xitoy Amerikaga qarshi o'zining so'g'uq urush strategiyasini qo'llanib, Washingtondagi xilma-xil mazhab guruhlarni inchkilik bilan kuzatmoqda. Buning ichida Beyjingning qo'llag'uvchilarimi, Xitoydan gumonsiraydiganlarmi, tizginligili bo'ladiganlarmi, marafon strategiyasini ko'rib yetganlarmi bor. Ilgari Amerikamo buningga moyir edi. Amerika soğuq münasibətlər urushi mezgilida Sovet siyosiy byurosidagi xilma-xil kishilarning ish faoliyatlarini tintinglash uchun vaqt, texnika va odam kuchi sarf qilgan edi. Bularning ichida Amerika bilan texmi inoq munosabat o'rnatishni tashabbus qildiganlarmi? Amerikani cho'qim eshib ketish kerak bo'lgan xatarlik raqib deb qaraydiganlarmi bor edi. Lekin Sovetga qarshi elib borgan harakatlarimizga selishtirganda Xitoyga qarshi harakat qo'llanishda bakli keyin qoldik. Amerikaning Beyjingdagi sazgur ichki talash tortishlarda xilma-xil kishilarning ahvoli haqida tushunchaga ega bo'lishi intayin muhimdir. Gerçi Xitoyning marafon qadami tezlashayotgan bo'lsa-mu, lekin Xitoy hukumati ideya jihatda tamamen birdek emas. Buning ichida qattiq qo'llar albatta ko'p sonliqni egilisi-mu, lekin yanada islohot va erkinlikni haqiqiy qo'llaydigan Xitoyning Amerikacha bir davlat bo'lishga qarab mengishini orzulaydigan oz sondagi kishilarmi bor.
Bundaqlar mavjud bo'lgan ekan, cho'qim bayqilishi va yordam berilishi kerak. Lekin masala shuki, Amerika istixborot doiralari kimning doim islohotchidak so'zlarni qilib yuradigan, nurg'un Xitoy rahbarlariga o'xshamaydigan haqiqiy islohotchi ekanligini farqlantirishga mablag' ajratmadi. Bu hali ham nihoyatda cho'ng istixborot xirisi sifatida davomlashmoqda. Bu xil xiris izchil davomlashib kelgan. 1980-yillarda Carterning prezidentlik mezgilida Michael Oxenberg meni o'zi davlat bexatarligi maslahatchisi Zbigniew Brzezinski uchun tayyorlagan aslatmani muhokama qilish uchun ichilgan davlat bexatarlik komiteti xizmatchilarining yig'iniga taklif qildi. Mazkur aslatmada bizning Xitoy haqidagi istixborotlarimizning asalla 1979-yili İran şahi taxtdan tushirilganda Ironda uchirgandak zo'r istixborot mag'lubiyatiga uchrashimiz mumkin bo'lgudak darajada yetarsiz ekanligi haqida ogohlantirish berilgan edi. Shuningdan keyingi yillarda ba'zi ilgirlashlar bo'ldi-yu, ancha ko'p bo'lmadi. Amerikaning Xitoyda turishliq sobiq bosh elchisi, shundaqla 27 yillik CIA xodimi James Lely 1996-yili Davlat Majlisiga guvohlik berganda, Amerika bu jihatda duch kelayotgan xirisning qaysi darajada og'ir ekanligi haqida to'xtalib, Xitoylarning Sunzining davridan boshlab, ya'ni 2500 yildan beri qodir bo'lganingda ojiz ko'ringan deydigan bir gapi bor. Xitoy o'zining har doim azaytib ko'rsatiladigan xamchotini, Sovetdan yordam elishni, texnik yetkishni, o'z tuproqidan yiroq joylarda harbiy kuchini joriy qildirish iqtidorini kuchaytirishni, jumladan bularning hammasini maxfiy tutadi. Bu jihatdagi uchurlarga erishishning birdan-bir amali texnikalik vositalardan foydalanib, maxfiy holda uchur to'plashdir. Lekin takror deydiganim, hammadan muhimi texnikalik urinishlarla emas, balki odamlarning qilgan ishlaridir. Oldidimi qayd qilinganidek, Lely 2001-yili, ya'ni Tiananmen qatliamidan 12 yil keyin Davlat Majlisi komitetiga o'zining eng cho'ng pushaymonining Xitoydagi aloqador ichki hujjatlarning oshkorlanishiga ergishib, Xitoyning ayni vaqtda demokratiyaga qanchalik yaqinlashganligini, o'z vaqtidagi qarshilik harakatining kommunistik hukumatni ag'dirib etishga tasliq qilganligini, 10 necha yil kechikib bilganligi ekanligini aytdi. Mazkur sobiq bosh elchi bu haqda, agar bu realliklarni ayni vaqtda bilgan bo'lsa, Prezident Jorji Bushni Xitoy rahbarlariga aldinib, ular bilan bir safda turishning o'rniga haqiqiy islohotchilar tarafda turib, bu ishga qat'iy aralashishga undaydiganligini aytdi. Xitoydagi qattiq qo'llar bilan islohotchilar Amerikaning Xitoyning qo'shnilari haqidagi niyat maqsadi haqida tamoman farqli qarashdi. Qattiq qo'llar Amerikaning harbiy harakatini qo'rshav shaxmatda Xitoyni qo'rshavga elib, Xitoydan keladigan tahdidni tuvallatish uchun besilgan bir qadam deb qaraydi. Yaqinqi yillarda Xitoylarning nazarida hech bir harakat Prezident Obamaning 2012-yili 11-oyda Bermani ziyorat qilganligi va shuningdan keyingi bahorda Berma rahbarining Amerikani ziyorat qilganligidek muhim bo'lmagan edi. Darvaqa, Amerika bilan Xitoyning Osiyodagi raqobatida Berma markaziy nuqtaga aylanib qolgan edi. New York vaqt gazeti shu yilning 5-ida ko'rsatgandek, Amerikaning Osiyoda qaytadan bo'y ko'rsatishi va Xitoyning o'tmishda misli ko'rilmagan darajada
harbiy va iqtisodiy kuchini ko'z-ko'z qilishi sabablik har ikki taraf iqtisodiy tirkishish jihatda qo'lidan keladiganligi tirishchanliqlarni ko'rsatib, strategik o'ringa ega Bermani indakka keltirishga urinyotidi. 2013-yili men Bermaning Rangun shahrida yaqindala Amerikaning Bermudada turishliq bosh elchisi qilib tayinlangan do'stim Derek Mitchellni ziyorat qilish fursatiga erishdim. U bu ishni bosh elchilik xizmatini 20 yildan ortiq davomlashtirgan tunji odam edi. Mitchell ikkimiz tunji qatim 1996-yili Davlat Mudofaa Ministrligida birga xizmat qilgan edik. O'z vaqtida u Davlat Mudofaa Ministrligining tunji, shundaqla birdan-bir Sharqi Osiyo strategiyasiga nazar hujjatini tuzib chiqqan edi. Yaqinqi yillarda bo'lsa, Mitchell Prezident Obamaning qo'l ostida Osiyoga qaytish strategiyasini planlagan kishilardan biri edi. U Davlat Mudofaa Ministrligidan ayrilib, Bermudadan iborat bu geopolitik qiziq nuqtada bosh elchi bo'lishni o'zi talab qilgan. Shundaqla bu yerda kishilik huquq ahvolini yaxshilashga alohida ahamiyat bergan edi. Men ushbu yangi bosh elchi bilan ko'rishib, uning Xitoy siyosiy byurosidagilarning ixtiloflari to'g'risidagi ko'z qarashlarini egiladim. Ularning orasidagi qattiq qo'llarning ko'pinchisi Amerika Berma munosabatini oshkora va ko'z oldidagi tahdid deb qarsimi, Mitchell ikkimiz Xitoydagi islohotchilarning Bermaning iqtisodiy taraqqiy qilsa, hamma tarafga foydasi borligini nazarda tutib, Amerikaning Bermaga echirtilishiga jiddiy inkas qaytarmaydiganligi haqida bir fikrda edik. Masalan, Xitoy o'zining Bermada energiya sohasiga bo'libmi Iravadi daryosidagi bir yurish suv to'smalarga salgan mablag'i sabablik Bermaning muqim bo'lishini umid qiladi. Bu qattiq qo'llarning Amerika qo'rshav shaxmat o'ynayotidi degan qarshiga zid. Shundaqla Amerika hukumati qadrlishi va qo'llab-quvvatlashi kerak bo'lgan mavqedir. Men Berma rahbarlarining Xitoyning uzoq muddatlik strategiyasiga qanday qaraydiganligiga qiziqaman. Ajaba ularmi g'arbdagi nurg'un kishilarga o'xshash Xitoyni davlatlar orasida tinch qad ko'tarmoqchi bo'lgan kapitalist deb qaramdigandi. Mitchellning deyishicha, Berma ziyolilari Singapurning 89 yoshlik sobiq bosh ministri Li Guangyouning ko'z qarashlari bilan uchrashib o'tibdi. U Singapur iqtisodiy muvaffaqiyatining ulchisi deb ta'riflanadigan bo'lib, g'arbdimi umumyuzlik olqishga sazovor. Richard Nixon uni Churchillga, Disraeliga va Gladstone'ga selishtirgan edi. Shundaqla Bill Clinton va George Bushni o'z ichiga olgan nurg'un kishilar uni yiroqni ko'rar deb ta'riflashgan. Lekin g'alati yeri g'arbdagi nurg'un kishilar uning Xitoy haqidagi ko'z qarashlarini nazardan saqit qilgan. Bermalik bir amaldor manga Rangundagi Britaniya imperiyasi davriga tava Victoria uslubida silingan amdilikda cho'kiyotgan G'arb imperiyasining xarobasi sifatida o'rtirayotgan Citroen 5 yulduzliq mehmonxonasida setiladigan Li Guangyouning ko'z qarashlariga aloqador kitobning uchirini aytib berdi. Li Guangyou Xitoyning qad ko'tarishini Xitoyning sirtidagi har qanday kuzatchi yoki tahlilchidan bakrak yaxshi biladi deb yozadi kitobning muharrirlaridan Harvard Universitetining professorlari Graham Allison va Robert Blackwell. Men bu kitobni varaqlab baxdim va Li Guangyouning
Xitayning uzoq muddatlik strategiyasini nayt yaxshi tushundiganligini bayqadim. Halbuki u Xitayni G'arbdagi bizlardan xeyli burun, yana necha 10 yilning yoqi yaqindan kuzatgan edi. Xitayning maqsadi dunyodagi eng qudratli kuchga aylanish, shundaqla G'arbning nomidagi hamroyila emas, balki hurmatga sazovar Xitoy davlati sifatida qabul qilinishdir. Ularning zihniyatining yadrosida ularning mustamlik qilinishdan, shundaqla u elib kelgan zulm va xorliqdan ilgirki dunyosi bor deb yozadi Li Guangyao Udulla. U yana Beijing Xitoy xalqining 1989-yildagi Tiananmen vaqasidan keyingi maydonidan zo'r darajada o'zgargan tashnalikni to'limi moyirlik bilan tizginladi. Agar siz Xitoyda allaqanday demokratik inqilobning yuz berish oldida turganligiga ishonsangiz, xatolashgan bo'lsiz. Xitoy xalqiga lozimi demokratiya emas, qaytadan gullangan Xitoy davlatidir deb yozadi. Li Guangyao kitobini tuzguchining Xitoy qanday qilib dunyodagi birinchi nomerga aylana oladi degan savoliga ularning eng zo'r afzalligi harbiy ta'sir kuchi emas, balki iqtisodiy ta'sir kuchidir. Ularning iqtisodiy ta'sir kuchi bargan sir kuchayib mengib, Amerikaninkidan eshib ketadi deb javob bergan. Gerçi Li Guangyao Xitoyning dunyoga hukmronlik qilishiga yana necha 10 yil vaqt bor deb qaragan bo'lsa-mu, lekin u marafon strategiyasining zarur elementlarini jazmlashtirgandek qiladi. Davom bor.